Bizning navbatdagi mehmonimiz Nodir Xo'ja aka, Inamarka Hayda asoschisi. Assalomu alaykum. Jiga. Va alaykum assalom. Qatdan topaman shunaqa blogerlarni. Voydod. O'tirib olgim kelyapti-yu. Aka bitta proyekt boshlaganmiz. Yordamingiz kerak. Yosh avlodni ko'tarishga. Nima qilish kerak? Uyingizda turgan, ishlatmayotgan narsalaringizni bizga arzonga berasiz. Biz siz bilan savdolashamiz, lekin pulni beramiz. Siz bizga o'sha mahsulotni berasiz, biz o'sha narsani o'zini narxida odamlarga sotib yuboramiz. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Lekin yangi uy ko'chganman, ishlatmayotgan narsam yo'q-da, hammasi yangi narsa. Eski uyingizda bordir. Eski uyimda yo'q. Yomon pismiqman-da. Hech narsa yo'q emas. Topsa bo'ladi. Bir 5-6 ta narsa topib qo'ying. Agar 20-30 ta bo'lsa, undan ham yaxshi. Xo'p, 5-6 ta bo'lsa topsa bo'ladi. Xo'p, kunini e'tibor olasiz, siz vaqtingizni olmaymiz. Tayyor qilib qo'ysangiz, boramiz, tez olamiz, olib chiqib ketamiz. Agar 100 ming ta lag yig'sagina borib shunaqa qilsa bo'ladi. Bo'lmasam bermaysizmi? Yo'q. Bu qimmat narsalarni hozir men ko'rdim. 1 millionlik narsalarni 50 ming, 30 mingga olib chiqib ketishyapti. Yo, aka, unda qana odamlar foydalansin. Sizda bab o'sha narsa turibdi. Mana misol qimmat soatlarni, bu narsalarni ham arzonga misol bera olsam bo'ladi. Esdalik bo'lib qoladi odamlarga. Bo'ladi. 100 ming ta qilib qo'yaylik o'shani. Uning uchun story qilib, like yozib, 10 ta komment yozsa bo'ldi. Jigar, siz shu oltin balonni zo'rini topib qo'ydik-ku, Xo'ja aka. Xo'ja aka dedilar, men keldim. Endi uylaridan nima olib chiqishimizni kommentariyaga yozinglar. Narxlarni shunaqa sindirib olib chiqamiz, Voy eshak deb qoladi.